boshqalarga bera olmagan, boy bo'lganda o'lsa bermaydi deydi. Hamma o'ylaydi, boy bo'lib ketsam beraman deydi. Bo'lmagan gap. Ya'ni kambag'alligida, ya'ni hech narsasi yo'qligida o'zini boshqalarga berishga, yordam qilishga o'rgatmagan odam boy bo'lib ketgandan keyin berishi juda qiyin masala. Bugun bu haqida ozgina fikr qilamiz. Masalan, eski qavmlarda aka-uka bo'lgan ekan. Aka-uka bo'lgan ekan, yonidan endi o'sha davrda payg'ambarlardan biri o'tib ketaversa, aka-ukani janjal qilayotganini ko'ribdi. Borsa ikkalasi shu otasidan qolgan mulk ustida janjal qilayotgan ekan. O qismi menga, bu qismi menga. O'zi juda ajablanarli holat, aka-ukalarning mol-mulk ustida talashishi.